Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğraq'tan İstanbul'dan Fatih Belediyesi Sulaymaniye Camii'nin qeşidan sizlarga ishlayotgan yerimdan Allah'ınki güzel salam bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni bergandan keyin bugungi tadbiriya isim dersleri 22. dersimizde g'oya tiklashninki 10 ölçümü degan Erkin Sıdık akimizningki bir kitabı bor. Qo'limda sizlarga ko'rsatma hazır. Bu qarasanglar Erkin Sıdık yazmaları kişilik taraqqiyot haqidagi yazmalar 2. qism. G'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati tadbir nashriyatimiz tarafidan nashr qilingan kitap. Men bu kitapni sizlar bilan o'rtoqlashishdan burun bu g'oya tiklashning 10 o'lchami degan bu maqola 2010 yılı 9 ayning 25 kuni vatanimizdagi har qaysi torbetlarda e'lon qilinib ekan. Bu kitap bu maqola 66 betgacha yani 13 betlik makal iken. Bunu oquşdan burun bugün biz Uygurlarınki dağınlıq alimi bütkül dünyada Türkologiya sahasida Türk dili ticaretinde meşhur bir alimimiz var. Mir Sultan Osmanov degan. Şu ustazimizni pəxirlik Uygur oğlanını biz bugün bu dünyadan hoşlaştı. Biz bugün ayrıldık. Şu ustazning to'g'riliq o'qilgan bazı ta'ziyalar köp oldu. Alimcan İnayet akimiz, ondan keyin Uygur Akademisi, ondan keyin ziyolilar topidagi qarindoshlarimiz hammasi o'z ta'ziyalarini bildirdi. Mema nayet ko'nglim yerim bo'ldi. Köp o'ylandim bugün. İnsan ketadigan faqat o'zininki g'oyasini millatga, vatanga, xalqqa Allah rizoligini ko'zlab qilgan xizmatlarininki izlari qalb qoldi ekan, qadrli qarindoshlar. Men shu munosabat bilan Mir Sultan Osmanov merhumninki yatgan yerining jannatda bo'lishini Allah subhanahu taolaninki Er-Rahman Er-Rahim süpetleri bab şu süpetlerininki nimesi bilen çoğun küçük günahlarını epo kılıp etişini tileyimiz qadirli qarindoshlar. Yani belki ustazni tanımaydiganlar bo'lishi mumkin. Men resimini sizlarga ko'rsatib qo'yay, jinim do'stlar. Qısqacha ustoz to'g'riliq to'xtalib o'tishni vaqtimiz yetmasligi mumkin. Shunlashqa buni ustozninki qilgan xizmatlari to'g'riliq Uyg'ur Akademiyasininki to'r betida ustozga ta'ziya bildirildi. Hatta Alimcan İnayet doktor profesör Ege Üniversitesininki o'qituvchisi, dotsenti, o'qituvchisi mana debdi. Dünyaca ünlü dilcimiz Profesör Doktor Mir Sultan Osmanov vefat etmiştir. Allah mekanını cennet eylesin, nur içinde yatsın, yakınlarına sabır versin, Türkoloji aleminin başı sağ olsun de ta'ziya bildiripti Alimcan İnayet akimiz. Biz bu Uygur Akademisi'de ta'ziyamizni bildirdik. Belki şu kişini tanışınlar mümkün, qadirli qarindoshlar. Aldığımız hafta dağınlıq bir ressam Gazi Ahmet akimiz o dünyaya ketib kaldı. Bu şu Mir Sultan Osmanov degan meşhur tilshunos Mir Sultan Osmonga ta'ziya Uygur Akademisining ta'ziyasini to'r betidan o'qib olsanglar bo'ladi, qadirli qarindoshlar. Yani özü ma'lum bir g'oyani tiklab, shuning uchun yashash odamning hayotiga boshqacha bir ma'nolarni beradi, jinim do'stlar.
Uyghur Akademisining ta'ziyasini bir o'qib o'tay. Onundan keyin biz o'zimizniki darsiga kirib ketaylik, jenim do'stlarim. Bu Uyghur Akademisininki tor beti alayda ta'ziya bildirdi. Meşhur tilshunos, Navoiyshunos, Türkiy tilla divani, Chahar divan, divani Gomnam, Qutatqubilik, yani Farg'ona nusxasi qatorli klassik asarlarning bosh muharriri va nashrga tayyorlovchisi. Hozirgi zaman Uyg'ur tilining lopnur dialekti, hozirgi zaman Uyg'ur tilining xotan dialekti, Alisher Navoiyning yangidan bayqalgan g'azallari nomliq kitaplarning muallifi, Çağatay tili to'g'risi qarashlarimiz Muhammed Kashig'arining mazri haqida qatorliq ilmiy maqolalarning birlashma muallifi, xalqaro tanilgan dangliq tilshunosimiz Mir Sultan Osman 1 dekabr 88 yaşida Ürümçi'de alemden öttü. Mir Sultan Osman Efendi'nin vafatı Uyghur diyarının işçi sırtındaki Uygurlarını qaygıga çömdürgen bulup, çeteldeki Uygurlar bu haberden anlığandan keyin ictimai taratqular arqali özlerinin Mir Sultan Osman'ın vafatıga bo'lgan ta'ziyalarini töşme-töştün bildirishdi. Ve onun Uyghur klassik eserleri ve tilshunoslik tadqiqotiga qo'shgan töhfelerini yuqori bahalaştı. Peshqadam tilshunos Mir Sultan Osman Efendi hayat vaqtida hozirgi zaman Uyg'ur tilining dialekt shivlari tadqiqoti va Uyg'ur tilining qiliblashish, o'lchamlashish ishlari uchun yurak qinini sarf qilib, Uyg'ur shunoslik tadqiqotiga o'chbas töhfalarni qo'shgan. Muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilar nomidan peshqadam tilshunos Mir Sultan Osman Efendini hürmet bilen çoğunqur yad etip, Allah'tan merhumның yatqan yeriga cennet tilash bilen birge qaldırgan ilmi emgeklerini alayda minnettarlık bilen eslaymiz. Uyghur Akademisi. Yani Mir Sultan kim? Mir Sultan Osman Efendi kim degan mezmunlar bakken bunu torbetimizden üzerine tepsili kürü vasanlar buludu. 88 yaşlı kirip alemden ütüptü, kadirlik, möhtürem, rahmetlik akimiz. Onundan başka yeni bir Mir Sultan Osman Efendi'ninki diyen bir gibi baken tok, ben şunu okup eteyim. Ataklık alim tilshunos Mir Sultan Osman'ın mundaq deydi. Bu yıl top doğru 85 ki kirdim. Emeli işimni sürüştürsəndə mən allaqaçan 100 yaşdan eşib getdim. Çünkü türmedeki 1,5 yıl 10 yılga təng desəm artıq ketməz. Türmedeki 9 yılının 4 yılını 6 kilo ağırlıqdaki kişəm bilen ötküzdüm. Açlıq, dəhşətli qiyin qıstaqlar dəstidən ölüb qalmağınımğa heyran mən. Türmede urulgan qatlıq şapalaq bir xuluqumni pan qılıb qoydu. Yeni bir xuluqummu qerilik dəstidən acizlaştı. 83 yaş kirgende Navoiyning Chahar divanıdan 2 tomni neşirge tayyorladim. 84 yaşımda Qutatqubilikning Farg'ona nusxasini neşirge tayyorladim. 85 kirginimde 1000 betdan ortiq divan xarabatining tahrirligini tugatdim. 12 muqam ili uslubining tekstlarini ishlab, yaqinni tugatdim. Qerilik, kasallik taraf-tarafdan qistab kelyotdi. Aldımda tağdak düvünlüp durgan işlerini men bireylen tügütüp buluşumuna küzüm yetmedi. Yaşlığa nurgun timilerini birip baktım, hiç kim kılmadı. Şuna emde aramalaydı kalbimni taşlagan bu üç gün bana güya 3 yıldek bilindi. Bana kağız, kalem, kitaptan başka yaxşı dost yokken. Barlıq, xuşallık, bana ilim bilen şuğulun iştin kilediken. Milletinin bir işini bozumu aziyip tulsun, özüm kılalaydıgan işlerini başkalarına kaldırıp koymay, yaşlarının kelgüsüdeki vazifesinden
birini bolsumu azaytay. Ular tosalgusuz alga ilgilisin, deptu merhum Ustaz Mir Sultan Osman akimiz. Ondan başka torduma bu tağımız bilen, merhum bilen şuvagan resimlerini Aynur Muhammed kardeşimiz paylaşıptı, ortaklaşıptı. Yani üz bilen bir bastı küreşken ilim süyer kıyımdaşlarının dili kançılık dertte toldu. Men onu dep bilemeymen kadirli kıyımdaşlar. Demek alem öldü, alem öldü diyen bir Uygur makal temsili var. Kene bu kişinin onunu kim tolduralaydı mümkün emez. Yani başka Allah bir insanı, məlum bir gaye, məlum bir işlani, dünya yeryüzünü günlendiriş için, insaniyetke töhbükuş için ivetken bolsa, apırıt kıkan bolsa demek o özünün vazifesini en ahirki ömrügüce nahayeti kıyın kıstakladığımı sağ salamet çıkıp ahire yine nurgun eserlerini koyup gitip de o kadirli kıyımdaşlar. Ana olsa biz gayemiz ne? Tikleşinin 10 ölçümü diyenli Doktor Erkin Sıdık akimizin kitabıdın okuyla ben avazla kilovatolu bir yedim. Bunu ben çıkmaydığın kıp koyay canım dostlarım. Gaye tikleşinin 10 ölçümü 2010 yılı 9. ayının 25. günü yazılgan iken ben özümden 2010 yılı 9. ayda yazgan Nişan tikleşti bilişki tikişlik işla diyen makalesi de arzu, nişan ve gaye oturusundaki farklarını hem de nişanlı muvaffak tikleşinin ölçümlerini tonuşturup ötken idim. Aşı teyliğe yakın kildiğen yeni bir mezmun var. O bolsuma kanda kıganda gayeni muvaffak tiklikili buluduğalığı meselesidir. Bu mu Uygur yaşları en köp duş kildiğen meselelerinin birisi bulup men vatandagi yoshlardan topshirib aladigan el xatlarning bir qismi o'zlari tanlagan g'oyalarning to'g'ri bo'lgan, bo'lmaganligi to'g'risidagi savollarni asosiy mazmun qilgan. Men yaqinda qizim Dilnoraning qo'lida g'oyangizni sinoqdan o'tkazib baqing. Put your dream to the test. To the test degan bir parcha kitobni ko'rib qoldim. Şunun bilen onu kızımdan ariyet elip tez sürvette bir qatim varaqlap çıktım. Bu kitap mukaddime ve 10 babdan terkiptapqa bulup, o 10 babda gayini sınaydıgan 10 sınak tefsili bayan kılıngan. O kitap cemi 235 betlik bulup, paydalanış materyalları tizimlikinin üzüla 8 bet kilidikim. Men ushbu yazmamda aşı kitapның mukaddime kısmındaki mezmunlarını, yani gayini muvaffak tanlashning 10 ölçümü yoki bir gayinin muvaffak bo'lgan bo'lmaganligini baholab ko'rishga ishlatilgan 10 sınaqni qisqacha tonuşturup o'taman. Ko'pincha kishilarning kam deganda birdan g'oyasi bor bo'ladi. Meningcha sizningmi ham shundoq bo'lishi mumkin. Siz chuqur o'z g'oyangizni, o'z hayotingizni amalga oshirishni istaysiz, ammo hozir siz tanlagan pellengizning bek igiz bo'lib ketganligini yoki bek tuban bo'lib qolganligini bilolmay qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizning g'oyangizning cho'qim amalga oshadiganligi yoki mag'lub bo'ladiganligini, qanday qilganda uni amalga oshirg'ili bo'ladiganligini, hozir turgan yeringizdan u pallaga qanday yetib bora oladiganligingizni bilolmay qilayotgan bo'lishingizmi mumkin. Eğer sizden hazırki ahvalınız eni şundaq bolsa, ushbu yazmada ve men keyin yazmakçı bolgan arzuni reallıqqa aylandırışның yoshurun qanuniyeti degan mazmundagi yazmalarımda tonuşturulgan ilmi uqumlar sizge xelala yordam qila olaydi. Siz mazkur yazmani bilimlarni egilash orqali o'zingizdan o'z g'oyangiz to'g'risida to'g'ri savollarni so'rashni o'rganib olasiz. Eğer sizden aşı suallara bergen cevabınız boşluk, yani rast, şundaq, toğra degan javoblar bo'ldikan, yani
boşluq bo'ldi ekan, sizning g'oyangizning amalga oshish ehtimolligi nihoyat yuqori bo'lgan bo'ladi. Şoňlaşqa men sizning tuvandagi mazmunlarni astoydil o'qib chiqishingizni umid qilaman. Bu yerda eskartib qo'yish tegishli bir narsa shuki, inglizchada uxlaganda ko'rilgan tush bilan hozir gapini qilayotgan g'oya uchun o'xshash bir so'z, ya'ni dream degan so'z ishlatiladi. Şoňlaşqa g'oya to'g'risida kitob maqolalardagi bayonlarda dream degan so'z birdam tush degan ma'noda, birdam g'oya degan ma'noda ishlatiladi. Masalan, inglizchadagi daydream degan so'zning o'ttir ma'nosi kunduzdagi tush bo'lib, o quruq g'oya yoki amalga oshmaydigan g'oya degan ma'noni bildirdi. İngilizchadagi keep dreaming degan so'zni g'oyangizni tayyorlayvering deb tushansimi bo'ladi yoki tushingizni ko'rayvering deb tushansakmi bo'ladi. Endi kitobning avtori to'g'risida o'tadiganmiz, qadrli qarindoshlar. Ya'ni dunyodagi har qanday bir narsa, ya'ni bir g'oya bilan yaratilgan. Alloh ayni shu, masalan, g'oyani shu narsaga bekitib etgan, o o'zininki shu g'oyasini amalga oshirish uchun harakat qiladi. Ammo odamdagi g'oya u boshqacha. Yani o'zining funksiyasini joriy qildirdi, qadrli qarindoshlar. Ya'ni birinchi kitobning avtori to'g'risida g'oyangizni sinoqdan o'tkazib beqing degan kitobning avtorining ismi John Maxwell. Buni aloqa liderda cho'qim bo'lishga tegishli 21 xususiyat, sifat degan liderlik darsimiz deb qo'yildi. 4 dars qildik. Shuni da o'qib o'tgandik. Bu şu, yine şu, kitap, g'oyangizni sinoqdan o'tkazib beqing degan kitobmi? Shu John Maxwell degan odamning kitobi ekan. O bir xalqaro e'tirof qilingan lidershunoslik mutaxassisi, nutq so'zlaguvchi va avtordir. O 50 parchadan ortiq kitob chiqargan bo'lib, ularning kopiyasidan hozirgacha 16 milliondan ortiqi setilgan. Dünyadaki 2 milyondan artıq liderlərə tərbiyələş seminerləri bəkin bir qancha mülazimat şirketlərini qurğan. Onun liderlikning ağdırıb taşlıqlı olmaydigan 21 qanuniyeti, özünüzün içidəki liderlikni yetildirin və bir liderde kəm bolsa olmaydigan 21 süpət degan 3 parça kitabının hər birisi 1 milyon nusxadan köprək setilgan. Qadrlik qarindoshlar. İkinci g'oya degan nima degan temani qo'yapti ustoz Erkin Sadiq. Doktor Maxwell muvaffaqiyat qozongan kishilar ustida 40 yildan ortiq vaqt ilmiy tadqiqot elib borgan. Yüzlegen ta'siri nihoyat kuchlik, intayin cho'ng muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan kishilar bilan tanishgan. O'zimi bir qancha cho'ng g'oyalarni amalga oshirgan. Shu jarayonda nurg'un kishilarning g'oya to'g'risida xato tushunchaga ega ekanligini bayqagan. Tuvandagisi bir qism kishilar g'oya deb tanlaydigan narsalarning bir qisqa tizimlik. Quruq g'oyalar kunduzdagi tush hozirgi xizmetidan diqqatini chachadigan narsalar. Osmondagi g'azning sho'rpisiga non chlab yeydigan g'oyalar. Reallikda strategiyasi yoki asosi yo'q, qalaymaqan ideyalar. Nachar g'oyalar, qayg'u va polashlikni ko'paytiradigan andishalar. Idealistik g'oyalar, faqat siz hammaga qodir bo'lgandila andin amalga oshadigan dunyo. Vakolatli g'oyalar, faqat boshqalar orqali amalga oshirg'ili bo'ladigan g'oyalar. Romantik g'oyalar, meni boshqalar baxt qiladi deydigan aqida. Xizmat g'oyalari, meni xizmatdagi muvaffaqiyat baxt qiladi deydigan aqida. Manzil g'oyalari, meni bir xizmat o'rni, bir huquq yoki bir mukofot baxt qiladi deydigan aqida. Mana bularning hammasi xato bo'lgan g'oyalar ekan,
Qadirli qarindoshlar. Agar yuqorqi g'oyalar urug'liq g'oyalar bo'lmasa, qandoqlari urug'liq bo'lgan bo'ladi? Sinoqlardan o'tadigan g'oyaning aniqlamasi mundaq. G'oya deganimiz odamga ilhom bag'ishlaydigan, kelgusi to'g'risidagi g'oya deganimiz odamga ilhom bag'ishlaydigan, kelgusi to'g'risidagi bir go'zal ko'ngil manzarasi bo'lib, o bütün vücudunuzga, iradinizga ve ruhiyetinizga kuch-quvvat ato qilib, sizni onu amalga oshirish yo'lida barliq tirishchiliklarni ko'rsatishingizga undaydigan yoki chaqiradigan narsa. Bir odamning qo'g'lishiga arziydigan bir g'oyasi, shu odamning yashash maqsadi bilan yoshurun kuchining ko'ngil manzarasi ve yol haritasiga o'xshash bir narsadir. Üçüncü, odamning g'oyasi bo'lish nima uchun intayin muhim? Yani g'oyasiz bir insonningki umri qandoqmi o'tadiganligini men tasavvur qilolmayman. Doktor Erkin Sidiq nima debdi? Qarab bakalım. G'oyalar intayin qimmatli tovarlar bo'lib, ular bizni alga qarab ittirdi. Bizga kuch-quvvat ato qiladi. Bizning qilayotgan ishimizga bo'lgan qizg'inligimizni qo'zg'aydi. Shunlashqa har bir odamning g'oyasi bo'lishi kerak. Ammo agar sizda o'zingizda amalga oshirishni istaydigan g'oyaning bar yo'qligini aniq bilmasangiz, qanday qilish kerak? Nurg'un kishilar g'oya tiklashga rag'batlantirilmagan bo'ladi. Yana nurg'un kishilarning g'oyasi bor bo'lsa-mu, ular o'z g'oyasiga bo'lgan umidini yo'qotib, uni bir tarafga qayirib qo'ydi. Agar siz ashundoq odamlarning birisi bo'lib qolsangiz, hargiz muansirman, siz o'z g'oyangizni qaytadan turg'iza olasiz. G'oya cho'ng bo'lsa-mu, kichik bo'lsa-mu bo'laveradi. Faqat cho'ng g'oyalar g'oya hisoblanib, qolganlari g'oya hisoblanmaydigan ish yo'q. Lekin sizning g'oyangiz cho'qim o'zingizdan cho'ngroq bo'lishi kerak. Ko'pincha vaqtda siz faqat o'zingiz tanlagan palla bilan o'xshash egizlikdagi yoki uningdan tuvanroq turadigan baldaqqa chiqa olasiz. 4. Ba'zilarning g'oya tiklashdan voz kechishning sabablari. 1. Boshqalarning yomon ta'siri. Dünyada başkalarının g'oyasiga hujum qiladigan, başkalarının ideyalarini o'ltirib tashlaydigan kishilar nihoyatda ko'p. O'zining hech qanday g'oyasi yo'q kishilar başkalarının g'oyasi bor bo'lishini ancha xohlab ketmaydi. Undaq kishilar başkalarının muvaffaqiyatidan rahatsizlik yoki bexatarsizlik vahima his qiladi. İhtimal g'oya tiklashda sizmi ashundoq kishilarning qurboni bo'lib ketgan bo'lishingiz mumkin. Ehtimal sizning bir g'oya tiklashingizga boshqalar sovuq suv sepgan bo'lishi ham mumkin. Sizning yuqori o'rlab o'z hayotingizda alohida to'pilarni yaratishingizga boshqalar qarshi turib baqqan bo'lishi mumkin. Yoki ular sizni ba'zi azob uqubat yoki ümidsizlendirishlardan saqlab qolmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizga ashundoq ahvolning qaysi yuz bergan bo'lishidan qat'iy nazar, agar siz bir g'oya tiklashdan bilingizni qo'yayotgan bo'lsangiz, ruhingizni qayta urg'uting. Siz hozirdan boshlab bir g'oya tiklab, shu g'oya uchun tirishsingizmi, hargiz kechikkan bo'lmaysiz. Qadrli qarindishim. 2. Burunqi umutsizlik ve azaplarning ta'siri. Ümidsizlik arzu bilan reallikning o'ttirisidagi bo'shliq bo'lib, biz hammamiz ashundoq bo'shliqni o'z beshimizdan o'tkazib baqqan. Biz hammamizdan oldin mo'lcharlamagan nachar sarguzashtlarni o'z beshimizdan o'tkazib baqqan. Amalga oshmagan istaklar ve bitchit bo'lgan umidlar bilan
yashashga majburiy bo'lib baqqan. Biz ba'zi ishlarni yaxshi qila olmaganda, undaq ishni ikkinchi qilmayman deymiz. Bu bir cho'ng xatolik. Bo'libmi g'oyaning ishida texmo shundaq. Mag'lubiyat muvaffaqiyat uchun to'limisi bo'lmaydigan bedeldir. Mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi deydigan gap bor. Ba'zi kishilar o'z g'oyasini amalga oshirish yo'lida o'ng'ishli qadamlarni besish uchun nurg'un o'ng'ishsizliklarni o'z beshidan o'tkazishga to'g'ri keladi. Sobiq Angliya bosh ministri Margaret Thatcher xonim mundaq degan: "Sen bir jangni ko'p qatim elib borgandila, ondan uningda utib chiqa olaysan." Biz bu so'zni asli ching tutishimiz, o'z kurashlarimizdan aldirab vaz kechmasligimiz lozim. 3. O'ttirhal ahvolga qanoatlanishga odatlanib qilish. Bir g'oyani amalga oshirish sizdan chekdan sal oshirib etishni, o'ttirhal darajadan yuqoriroq darajada tirishchilik ko'rsatishni talab qiladi. Bir odatdagi odam bo'lib yashashmo kishilik tanlashning birisi. Kishini hayajonga sola oladigan darajadagi g'oyasi yo'q odamlar osonla o'z hayotini isrof qilib etadi. Shunlashqa, agar siz o'z hayotingizni o'ttirhal odamlarniki bilan o'xshash darajada o'tkazishni xohlamasangiz, o'zingiz uchun cho'qim bir g'oya tiklang. Faqat bir g'oya sizni hozir petib qolgan patqoqdan qutuldirib chiqa oladi. 4. O'z-o'ziga ishonch qilmaslik. G'oyalik yashash o'z-o'ziga ishonch bog'lashni talab qiladi. Ba'zida o'z-o'ziga bo'lgan ishonch o'zi uchun g'oya tiklab, shu g'oya uchun kurash qiladigan kishilar bilan unda qilmaydigan kishilarni farqlantirib turadigan birdan-bir omil bo'lib qoladi. Sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, siz o'z istikingizdan voz kechmay, adoq qilishga tirishish ehtimolligingizmi shuncha yuqori bo'ladi. Men o'zi uchun ishonch turg'izish usuli to'g'risida o'zimning keyingi bir maqolasida maxsus to'xtalaman. 4. 5. G'oya tiklash uchun zarur bo'lgan tasavvurdan kamchil bo'lishi. Siz faqat xiyol qilish, tasavvur qilish orqali o'z g'oyangizni bayqay olasiz. Bir g'oyaga hayotlik ato qilingan narsa tasavvurdan iboratdir. Dunyoga mashhur fizika olimi Albert Einstein, ya'ni 1879dan 1955-yilgacha yashagan Yahudi olim, lekin mundaq degan: "Men o'zimni va o'zimning tasavvur qilish usulini tekshirish orqali shunday xulosaga keldimki, men uchun o'zimning fantaziyali xiyollarni qilish talantim ijodiy bilimlarni o'zlashtirish talantimdan ustun turdi ekan" debdi. Tushundingizmi? Va alaykum assalom vatansiz qush. U o'z tasavvurini muqaddas havas deb atagan. Yaratquchimiz o'z g'oyasini bayqash va yetildirish qobiliyatini hamma odamlarga ato qilgan. Sizning o'z g'oyangizni bayqash va yetildirish iqtidoringiz sizning yoshirin qobiliyatingizning birisi. G'oya tiklashning bir oldin bekitilgan vaqti yo'q. Siz g'oya tanlashni har qanday vaqtda elib borsangiz bo'laveradi. Siz bir g'oya tiklashga hargizmi kechikib qolmaysiz va hozirmi kechikkan bo'lmaysiz. 5. Cho'ng mazmun, qadrli qarindoshlar, g'oya tiklashning 10 o'lchimi. Ya'ni naq gapga amdikilimiz jinim do'stlar. Gelelim fasulyenin faydalarına degan yerga keldik. Sizning bir g'oyangiz bor bo'lsin. G'oya tiklashning 10 o'lchimi. Sizning bir g'oyangiz bor bo'lsin. Hamda u g'oya sizning bütün kuchingiz bilan intilishingizga yoki qo'g'lishingizga arziydigan bo'lsin. Undaqda
Siz aşı gayınızı emelge aşıra alansız yok. Onu kandak bilərləyisiz. Onu biliştin amalı ba, o bolsumu siz öz gayınızda tüvendeki 10 ölçem boyunca bahalap beqiş. Bu 10 ölçem 10 sual şeklinde bayan kılıngan bulup, her bir sualı qarıta 3 xil ahval təsvirlənген. Siz öz gayınızın ahvalını aşı 10 sualı qarıta təsvirləngen 30 xil ahvallar bilen səmimi halda seliştirip çıkın. Eğer sizin ahvalınız aşı 30 xil ahvalının məlum birisiga uygun kelse, onunla toğra diyen numurunu verin. Eğer uygun kelbise, onunla hata diyen numurunu verin. En ahırda siz cem'i kançı toğra diyen ve kançı hata diyen cevap ilişkilikinizni hesaplap çıkın. Eğer siz hem ahvalı qarıta toğra diyen cevapı ilişsiniz, cem'i 30 tane toğra diyen cevapı ilişken, bir muhata diyen cevapı ilişmegen bulursunuz. Siz köpünçe ahvallarda toğra diyen cevapı ilişken bolsunuz, sizin gayinizden emelge iş ihtimallıqı nahayeti yuquru bulur. Ya ki bulması siz her bir ahvalga 0 bilen 10 için numur bersiniz buludu. Sizin bir ahvalınız tüvendeki ölçemdeki bir ahvalga toluk uygun kelse, onunla 10 numur verin. Fakatla uygun kelmese, onunla 0 verin. Eğer 70% uygun kelse, onunla 7 numur verin. En ahirde siz ilişken hem numurunu koşup çıkın. Toluk numur cem'i 300 numur bulup, eğer siz 210 numuru alsınız, sizin ahvalınız tüvendeki 10 ölçemge 70% uygun kilidğalıqını körüstüdü. Tüvende ben 10 sual ve ulağı mas kilidğan 30 xil ahvalını bayan kılıp ütümen. Kulaq salaylı qadirli qeyrindaşlar. Menin gayem hakikaten üzümnün gayesi mi? A. Eğer menin gayem emelge azsa, bu dünyada onun için en xuşal bulduğun adam men üzüm. B. Men öz gayemni başka kişiler bilen uçuk aşkarı ortaklaşkan bulup, o kişiler men en suyduğun kişilerini öz içine alıdı. C dediğimiz Türkçe C, A, B, C. C. Menin gayem başkalarının karşılıkıga uçurap baktı. Lekin men o gayemni yenila kubul kılımen. İlave, Uygurlarda mektep tallaş, kesip tallaş, toy kılıdığan cörüsünü tallaş, ömrünü ötküzdüğün cayını tallaş qatarlıq işlarda balısı üçün ata-ana karar çıkarıp birdiğin ahval intayin eğir bulup, aşındaq ahvallığa uçturğan kişilerin asasının hemmisi dügüdək, ahırısı da bəxtlik bulalmaydı. Ben bu xil ahvallarını üzümü kildiğin ilxetlerde davamlıq uçurtup turmen. Menin gayem hakikaten üzümün gayesi mi diyenden soraydığın 3 sualını ködek. Hem de men öz gayemni nihayeti inik düşünmem mi? A. Men öz gayemnin asasi mezmununu bir cümle söz bilen düşündürüp birəleyim. B. Men öz gayem toğrusundaki her kandak nime diyen sualga cevap birəleymen. C. Men öz gayemnin inik təsvirini bir qağazga yazıp çıktım. O təsvir menin gayemnin muhim alaydilikleri ya ki məqsədlerini mo öz içige alıdı. İlave. Eğer tek oxup bakmagan bolsanız menin nişan tikleşti bilişki tigiştik işla diyen makalam bilen arzunu reallıqqa aylanırışının sırlı kanuniyeti diyen doklar tekstimini bir qatim oxup çıkın. Yeni bir sual. Men gayemni emelge aşırışta fakat özüm kontrol kılalaydıgan amıllağa tayinimem mi? A. Men özümün en yüksek talantlarını
to'liq tushunadigan bo'lib, o'z g'oyamni amalga oshirishda men ashu talantlarimga nihoyat zo'r darajada tayinaman. B. Mening hozirgi odatim bilan kunlik ish amaliyatim g'oyamning amalga oshishiga nihoyat kuchli darajada hissa qo'shadi. C. Muhim kishilarning mansitmasligi yoki qarshilikqa uchragan yoki nihoyat cho'ng to'salg'iga yo'liqqan taqdirdami mening g'oyam yanada amalga oshishi mumkin. Bu savolga ilova qilibdim. Odam uchun o'z-o'zini to'liq bayqash, o'z-o'zini to'liq tushunish intayin muhim bo'lib, agar texi o'qib boqmagan bo'lsangiz, mening kishilik SWOT analizi usuli bayon qilingan ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid degan maqolamning munosabatlik mazmunlarini bir qatim o'qib boqing. Ma qarasanglar kitobning 5i teshida mening ortiqchilik, ojizlik, fursat, tahdid. Bu SWOT analizi bu-chu. O'tirda mandaqli bildigan bo'lsak, bu SWOT analizi bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Ya'ni shuni bilan o'zingizni yaxshi tushunsangiz, uningdan keyin tirishchanlik, talant, fursat atsizda o'qiyadi. Mening g'oyam meni uni qo'g'lishga qistamdi degan savolga A. Men o'z g'oyamni amalga oshirish yo'lida tirishishdan boshqa ishlarni qilishni xohlamayman. B. Men o'z g'oyamni har kuni o'ylayman. Ko'pincha kunlarning atigini uni o'ylab turib uyg'onaman va oqshimi uni o'ylab turib uxlab qolaman. C. Bu g'oya menga boshdan oxir birdek muhim bo'lib tuyulg'ili kam deganda 1 yil bo'ldi. İlave, mening arzuni reallik aylantirishning sirli qonuni degan doklad tekstimnimi mushaqda maxsus mazmun bor, debdi doktor Erkin Sidiq. Menda g'oyamni amalga oshirish strategiyasi bormi? A. G'oyamni qanday amalga oshirish to'g'risida mening bir yozib olgan planim bor. B. Men planimni o'zim hurmat qiladigan boshqa 3 kishi bilan fikr elishish uchun o'rtoqlashdim. C. Men o'z planimni ishga oshirish yo'lida ish elib berish uchun o'zim qiladigan muhim ishlar tizimligiga va ish odatimga nihoyat cho'ng o'zgarishlarni kirgizdim. Yana bir savol. Men g'oyamni amalga oshirishda yordamiga ehtiyojli bo'ladigan kishilarni o'z planimga kirgizdimmi? A. Men etrafimga bana her vaqt medet berib turadigan, mening ortiqchilikim bilan ojizlikim haqida bana samimiy fikrlarni berib turadigan odamlarni to'pladim. B. Men g'oyamni amalga oshirishda iqtidor jihatdan mening ojizliklarimni to'ldiradigan iqtidorlari bor odamlarni tepib qo'ydim. C. Men o'z g'oyam to'g'risidagi ulug'vor o'ylarimni boshqalarga deb, ularning qo'shilishini qo'lga keltirib bo'ldim. G'oya to'g'riliq so'raydigan yana bir savol. Men g'oyamni amalga oshirish yo'lida tegishli bedel to'lashni xohlaymanmi? A. Men o'z g'oyamni amalga oshirish yo'lida allaqachon to'lab bo'lgan bedelni so'zlab beralayman. Men o'z g'oyamni amalga oshirish yo'lida allaqachon to'lab bo'lgan bedelni so'zlab beralayman. B. Men g'oyamni amalga oshirish uchun qanday bedellarni to'laydiganligimni o'ylashib qo'ydim. C. Men hargizmo o'zimning qimmat qarashiga xiloflik qilish, salomatligimga zaxmi yetkazish yoki oilamga ziyon yetkazish bedeliga o'z g'oyamni qo'g'lashmayman. G'oyangiz to'g'riliq so'raydigan yana bir savol. Men o'z g'oyamga yaqinlashyapmanmi? A. Men o'z g'oyamni qo'g'lish
jarayonida yengib bo'lgan to'salg'ilarni deb beraleymen. B. Men her kuni meni g'oyamga yaqinlashtiradigan ishlarni qilib turyapman. C. Men g'oyamni amalga oshirish uchun favqulodda qiyin ishlarni qilib o'sishni va o'zgarishni xohlayman. Yangi savol. G'oyam uchun qilayotgan ishlar menga rozilik elib kelamdi. A. Men g'oyamni reallikqa aylantirish uchun o'z idealimizdan voz kechishni xohlayman. B. G'oyam men uchun ashundaq darajada muhim bo'lg'achqa, men uning uchun necha yil yoki necha 10 yil kurash qilishga rozi. C. C. Men o'z g'oyamni amalga oshirish yo'lida qilayotgan ishlarimdan shu darajada huzurlanamanki, men shu yo'lda mag'lub bo'lgan taqdirdami, o'z hayotimni intayin ma'nilik o'tkazdim deb hisoblayman. G'oyamiz to'g'riliq so'ralgan yana bir savol. Ya'ni oxirgi savol. Mening g'oyam boshqalarga foyda elib kelamdi. A. Agar men g'oyamni amalga oshira olsam, uningdan foyda ko'radigan boshqa kishilarni aniq ko'rsatib beralayman. B. Men g'oyamni amalga oshirish uchun o'zim bilan o'xshash o'y fikrdagi kishilarni yig'ib, bir qo'shin qurib chiqish uchun tirishyapman. C. Men o'z g'oyamni amalga oshirish uchun qilayotgan ishlar 5 yildan keyin, 20 yildan keyin yoki 100 yildan keyin o'z qimmatini ko'rsatadi. Yuqoridagi ahvollarda o'z g'oyangizni o'zingizga sinab beqishdan boshqa, eng yaxshisi uni siz o'zingizning 3 do'stining baholashidan o'tkazib beqing. Agar sizning g'oyangiz hamma baholashlardan to'g'ri degan javob bilan o'talaydi ekan, sizning g'oyangiz chuqur reallikqa aylanadi. Agar sizning g'oyangiz ba'zi ahvollarda xato degan numaraga erishib qoldi ekan, siz o'zingizning aşı ahvolda samimiy bo'lmaganligi ustida yoki aşı ahvollar to'g'risida qaysi ishlarni qilsangiz ularda to'g'ri degan numaraga erishadiganligingiz ustida vaqt chiqarib o'ylanib ko'ring. Do'stlaringizning bahosiga intayin cho'nqur ahamiyat bering. Agar ular ma'lum bir ahvolda sizga 10 numar bermagan bo'lsa, siz ulardan buningda men 10 numar elish uchun qanday qilishim kerak deb so'rab baqing. Ularning deganlarini quloq silib anglang, xotira qoldiring hamda savollarni to'liq oydinlashtirib bering. Ammo hargizmi o'zingizni aqlashga tirishmang. Boshqurish ilmiy maslahatchisi Jack Rosenblaumning ma'u gapini esingizda ching saqlang. Agar bir odam sana bir at desa, o odam telva odam bo'ladi. Agar 3 odam sen bir at desa, bir suiqasd planlayotgan bo'ladi. Agar 10 odam sen bir at desa, o chaqda sana bir egar ilish vaqti kelgan bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, bu 10 savol, ya'ni 10 o'lcham, qisqacha o'lchamlarni o'qib o'taman. Yani bu savollar. Buningga 3 xil savolga 3 xil javob borkan, A, B, A, B, C deb, men A, B, C deb o'qidik. Ularni o'qimayman, faqat savolni o'qiyman. Mening g'oyam haqiqatan o'zimning g'oyasimi? Men o'z g'oyamni nihoyatda aniq tushunamanmi? Men g'oyamni amalga oshirishda faqat o'zim kontrol qila oladigan omillarga tayinamanmi? Mening g'oyam meni uni qo'g'dishga qistamdi. Menda g'oyamni amalga oshirish strategiyasi bormi? Men g'oyamni amalga oshirishda yordamiga ehtiyojli bo'ladigan kishilarni o'z planimga kirgizdimmi? Men g'oyamni amalga oshirish yo'lida tegishli badal to'lashni xohlaymanmi? Men o'z g'oyamga yiqilishyapmanmi? G'oyam uchun qilayotgan ishlar menga rozilik elib kelamdi. Mening g'oyam
başqalarına payda elip kilemdi. Qadirli qarindoshlarimiz, tadbir yaysin dersida 22-sin dersimizde Doktor Erkin Sidiq akamizningki Erkin Sidiq yazmaları kişilik taraqqiyot haqidagi yazmalar 2 qism kitobdan g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan kitobda g'oya tiklashning 10 o'lchami deganni birlikda o'qib o'tdik. O'qiyotimiz. Endi xulosaga keldik, oxirgi so'z. Mening tarjimonimni Bilval to'g'ri bilan o'tkazgan yozma suhbatning xotirasini va mening muvaffaqiyat bilan ish unumi haqidagi yozmalarimni o'qib boqqan qarindoshlarning xabarida bo'lganidek, men hozirgacha bo'lgan umrimning o'xshamagan davrlarida o'zim uchun o'xshamagan ishlarni g'oya qilib tiklab mangdim. Hamda shu g'oyalarni reallikqa aylantirish uchun o'zimning borlig'ini sarf qilib qattiq tirishdim. Neticede öz g'oyamning ko'pinchisini amalga oshirdim. Men 1985-88 yillari Yaponiyaga berib, aspirantlik o'quvchi bo'lolmagandan keyin Amerikaga berib, magistrlik va doktorlik unvonlarini olishni o'zimga g'oya qilib turg'izdim. Bu g'oya mendan bundaq ikki asosiy narsani talab qiladi. Birinchisi TOEFL deb atiladigan bir inglizcha imtihonda layoqatli bo'lish, ikkinchisi öz özümni beqish uchun yetarlik ixtisod bo'lish. O chaqda Yaponiyadagi men o'qigan oliy maktab haftasiga 6 kun, kuniga atigan soat 9 dan kech soat 6 gacha 8 soat ishlaydi. Men yuqoridagi ikki shartni hozirlash uchun Yaponiyadagi oxirgi yarım yildan ortiqroq vaqt ichida har kuni atigan soat 8 dan burun ishxonamga kelib bo'ldim. Kech saat 5'te yatağımga qaytib kelib, 5:30gacha kechlik tamoqimni yeb, 6gacha yarım saat velosiped minib, Matsushita shirkatiga ishligili keldim. Ishligili bordim. O yerga poyezdda o'ltirsa 6-7 minutla barg'ili bo'lsa-mu, men poyezd kirasining pulini tejash uchun bir kona velosiped setib olib, shuning bilan qatnadim. O shirkatda kecha soat 11gacha ishlab, yatakka 11:20gacha qaytib keldim. İşqi berib kelgacha velosipedning ustida inglizcha unvonni anglab minib, velosiped minishga ketadigan o 1 soat vaqtni inglizcha anglashqimi ishlatatdim. Kecha soat 11:20dan atigan soat 2gacha inglizcha o'rgandim. Hamda ertasi velosipedni anglaydigan inglizcha unvonni lentisini tayyorlab qo'ydim. Mana shunday tirish orqali Yaponiyadan qaytishdan burun Amerikaga o'qishga kelishning shartlarini hozirlab, 1988-yil kuzda Amerikaga o'qishga keldim. Men har bir Uyg'urning butun kuchi bilan qo'g'lashga arziydigan g'oyadan birini tasavvur qilib topalaydigan yoshurun qobiliyatining borligiga hamda ko'pincha odamlarning ashunda g'oyani reallikqa aylantira oladiganligiga to'liq ishonaman. Sizning g'oyangiz mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, agar u yuqorida bayon qilingan o'lchamlarga to'liq tushsa, uni cho'qim reallikqa aylantirib bo'ladiganligiga to'liq ishonaman. Men aslida yaqinda arzuni reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan temadagi maqolalarni yozishni boshlashni planlagan edim. Lekin yangi vaziyatning taqozosi tufaylidan oldin qatim planimni o'zgartdim. Keyingi qatimmi ham shundoq bo'lishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, har bir Uyg'ur yoshlari uchun g'oya tiklashning 10 o'lchimini yuqorida tilga ilingan sirli qonuniyatdan burun o'rganib olish nihoyatda foydali deb o'ylayman. O qonuniyatni tonishtiradigan maqolalarni yozish planim o'zgarib qolmadi. Xudoyim buyursa, uni yaqin kelgusida boshlayman. Men mazkur maqolada ilova shaklida o'tirib qo'yib o'tganimdek, mushu maqoladagi xeli ko'p hukmlar men burun yozgan bir qism maqolalar bilan zich munosabatlik. Shunlashqa o'qirmanlarning ko'rsatilgan boshqa maqolalarni mo kam deganda bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Uningdan boshqa mazkur maqola tunishtirilgan 10-o'lchamda har bir odamning g'oyasining boshqalarga foyda yetkazadigan bo'lish kerakligi talab qilingan.
Hazır Uygurlar öz tarixidagi bir eng keskin taqdirga duch kelyapti. Men bu haqda özümning buningdan keyingi yozmalarimda ayrim to'xtalaman. Mening hozir öz g'oyasini bayqash va tiklash bosqichi turayotgan har bir Uyg'ur qarindoshlarimning kutadiğini imkoniyatning bericha sizning buningdan keyingi g'oyangiz Uyg'ur taqdirini yaxshilashga foyda elib keladigan bo'lsin. Hozir onunğa textçe fursat bor. Yana 20-30 yıldan keyin qandaq bo'ladiganligi hech kimga ayon emas. Bu yazma tilg'ilingan asarlarning tur adreslari nishon tiklashga bilishga tegishli ishlar ma'rifat o'zining tor betidagi arzuni reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati bumi o'zining tor betidagi ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid Erkin Sidiqning barliq yozmalari deb Erkin Sidiq akamiz o'zininki asarlarini ma'rifat.com degan tor betida o'zininki e'lon qilib kelyapti. Qadrli qarindoshlar, xohlaganlar bu kitobni ya'ni Erkin Sidiq yozmalari kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar ikkinchi qism g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati Erkin Sidiq akamizning o'z yenidan chiqarib bostirgan va butkul dunyoga biz taqdim kitob qadrli qarindoshlar 7 dona shunga o'xshash kitobdan 7 kitobi chiqdi. 6-kitobi natijalik Uyg'urlar u biroz cho'ng A4 qog'ozda cho'ngligida qolgan 6 kitobi mana shunga o'xshash kichik kitoblar. Yana 7 dona tor kitobi chiqdi. Ularni bostirish imkoniyatimiz bo'lmay qolib qoldi. Bu Erkin Sidiq akamizningki burunqi rasm ekan qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa bugungi tadbiryoy sin darslari 22 darsimizda g'oya tiklashninki 10 o'lchimini o'rganib o'tdik. Darsga kirishdan burun Mir Sultan Osman tağımızdaki dağlık alim profesör debdu Alimcan İnayet akimiz Türk tili ve Türkologiya sahasida en çok yok düştüm birisi hesaplandı deb teziyesini bildiripti. Biz o teziye ketilimiz Uygur Akademisi'ne rahmet eytimiz. Barlıq dünyadaki qarindoshlarga teziye etken qarindoshlarga biz teziyadaş hemimiz o'xshash qayg'u ichida. Lekin 88 yoshga to'lguncha nima ishlarni qilganligini, onunki hayot musofasida besib o'tgan nurg'un kechirmishlarini bir qator eslab o'tdik. Bir g'oya bo'lmaydi ekan insonninki o'zininki bir yashashning bir ma'nosi yo'q bo'lib ketdi qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa bugungi darsimiz mishiyada tugadi. Allohning o'ziga omonat. 23. tadbiryoy sin darsimizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.